Bo'ldi, yig'ishtiray gapingni. Uy tutqil necha yil bo'lgan turib, nima ishlar bo'ladi daranglarda? Cho'ng jidalmi yo'q acha. Uyga kirdi, lappida qarab qo'yib telefon o'ynab yotadi. Yo bo'lmasa chiqib ketib og'aylari bilan bortxonda, shaxmatxon yuriydi. Kishining degan mas'uliyat, majburiyat to'g'ris bo'lish kerak-ku. Mushi gapmitdi. O'zing yo'ldoshingdan keldigan mehr muhabbatga qulub sep qo'yib, uni mehirsizlashib ketdi, mas'uliyatini ado qilmadi deganing nimasi? Hamma ishni qilib bo'ldim desam, yana nima ish qilmay deysiz-ku? Bikoy etib aramizga xo'sh yoqmayaptimda. Demek benim mav'id lazımım qamidi. Men mav'id bo'lmasamma kuning o'tayverdi, shundaymi? Ish qilib men sizga muhtoj emas. Men kirishmasangiz bo'ldi. Sen... Ma'qul. Tushundim. Erkish degancha kichik baliq o'xshaydi. Uni qanday cho'ng qilish, uni o'zimizga qanday ko'ngil bildigan qilish o'zimizga bog'liq. Voy Arslan, nima? Qaytib keldingizmi? Ha, ma'qul. Siz kelgichchi men o'qishda tamoq atkash turay. Ha, ras. Uyda go'sht tugabdi. Ondan tuz bilan oshpazning ochiq suyimi tugab qopdi. Ha, ma'qul. Siz ag'ash kiring amsa, men boshqa tayyorliklarni qilg'ash turay. Ma'qul. Ukam, siz birdam o'ltirib turing. Men oshxona uyga kirib, ishkapni buzib yetib chiqay, ha? Acha, ishkopni buzib qo'ydingiz, uydagi ochiq suvni tiqib qo'ydingiz. Ikkinglar bir o'yin o'ynamayotgansizlar? Yo'q, singlim. Men-chu akangizga bir uyda erkishning bo'lmasa, xotin kishining kunning ta'sirligini, ayollarga pulli bo'lishdan boshqa erkishining intayin muhim ekanligini his qildirish orqali uningga erlik o'rnining yuqorligini to'xtamay his qildiryapman. Erlar o'zining iqtidori bilan iftixorlansa, ondan bir oila uchun jon fido qiladi emasmi? Agar ayollarning qo'lidan hamma ish keladigan bo'lib ketsa, erlar shu oilada o'zining o'rnining bo'lmaganligidan oilaga kuyinmaydigan bo'lib qoldi emasmi? Ha, nim bo'ldi? Nim odam ko'mganda qaraysiz? Sayyoq sayatdek bo'lmaydi-ki. Yanilimi shu to'ttamning ichini ayilnash, Said bayga tamoqni yeyish eng yaxshi sayatga. Bir o'pirni kira olay-a. Matong to'silib qoldi. Ey, bu men yo'q, nima nimiga kirdim? Amal yo'q, ochamni kiryaptimi? Kishi yo'q, ey, mana shunday bo'ldi. Oshxonaning chiriqimi ko'ydi. Ondan uyda yurishmi qolmabdi. Yo, ilim mav'id men bo'lib qopti-kenman. Bo'lmasa mav'id sening nafas olishingni ta'sir to'xtaydi-ku. Ondan so'ng men pastga tushib bir ko'risha kerak. Unidagi bir lampish kelib, men matonni ravolashtiradigan bir narsalarni olib kerak. Voy, akilanga men ko'tira yurib ketdingiz. Voy bo'ldi. Sen hech men shunchalik narsani ko'taramasmanmi? Sen meni ustiga chiqib o'tasan bag'o. Ko'taychiligim bajima meni. Voy, po'chliqni qanday qilay? Zahir, Rayhon, Acha ishdan tushdingizmi? Ha, chaqindaroq ahvolimiz. qadr ahvol. Sizlar ko'rgandek turibdi mana shu. Aras ukam, qo'lingiz bak eg'irka. Meni bering. Ma'qul. Rayhon, qaraganda uning ko'ngli o'yga mohil bo'pti, ha? Siz degandek er kishiga qasdan avorchilik tepib tursak, o'zimizni ularga muhtojlik his qilg'izib tursak, yo'ldoshimizni yuqori o'ringa, o'zimizni to'van o'ringa tushirsak, rasululloh ularning ustunlik tuyg'usi eshib, bizga o'zining singlisidek, hatto qizdek ko'yindik emasmi? Shundaq singlim. Biz ayollar erlarning qimmatini o'ziga his qildirsak, o'zimizning ojiz, erlarning kuchli ekanligini ularga his qildirib tursak, turmush ondan ma'nilik o'tadi. Erlar sirtdan emas, ayolidan, oilasidan mehr muhabbat izlaydigan bo'ladi.